Assalomu alaykum. Tak, mundoq qilib. Ko'rinyapti hammaga. Kun kartasi hayotingizda bo'layotgan sizni hozirgi hodisalar. Bu sizni mentalniy plan, psixikangiz. Bu sizda emotsiyalaringiz. Tak, boshlaymiz. Davайте kelajagingiz, o'tmishingizdan boshlayman. O'tmishingizda juda zo'r oila bo'lgan. To'lim sochim hamma yoq yaxshi bo'lgan. Hamma yoq yaxshi bo'lgan. Zo'r bo'lgan. Lekin uni hamma ham qadriga yeta bilmaydi vaqtida. Boshqani agarotida o'to'lanlar ancha yashilroq deb o'ylaydi. Tak. O'tmishda zo'r mana bu yoqda oila bo'lgan. Hamma narsa yetarli joyda bo'lgan, lekin uni qadriga yetilmagan. Hozir nima bo'lyapti hayotingizda? Hozir tupikka kirib qolgandek holatingiz. Hozir o'zingiz xursandmisiz o'zingiz holatingizdan. Sizni o'ylaringizda, miyalaringizda qiynalib bir joyda turib qolgandek, miyangizdagi mentalniy plan, psixikangizda tupikka kirib qolgan holatda o'zingizni his qilasiz. Aslida bu tupik ham sizga aytib turibdi-da, dunyoga boshqachasiga qara. Bu hayotingda bo'layotgan qiyinchilikni ham yaxshi tomonini ko'r deyapti-da sizga. Bunisi siz hozir nabarot zo'r hayotga ketayotganingiz haqida gapiryapti. Agar mana shu tupik holatga yaxshilab tushunib ko'rib qarasang, to buni boshqachasiga qarasang-da, mana shu tupik holatga dunyo qarashingni o'zgartirsang, bekorga karta oyoq osmondan bo'lgani yo'q. Sen hozir bir joyda turib qolgandaysan, lekin bu situatsiyaga boshqacha qaragin, bunda sen juda zo'r, seni xursand qiladigan, seni kayfiyatingni ko'taradigan omad ko'rasan, deyapti. Chunki rostdan ham hamma qiyinchiliklarimizni tagida bizda o'sishimiz uchun juda zo'r foyda bor. Lekin doimo uni ko'ra bilmaymiz-da. Mana hozir fizический planingizda nima? Hozir hayotingizda bo'layotgan narsa. Siz juda ham sevilasiz. Biznesi bor, zo'r inson, o'ziga ishongan, kuchi baland, kuchli inson, haqiqatan ham kuchli inson. Mana shu inson sizni boshqaradi hozir. Ana shu bilan siz faqat his qilasiz baxtni nimaligini-da, o'zingizni baxtli his qilasiz ana shu inson bilan. Lekin siz ochiq oydin bu erkak sizniki ekanligini ayta olmaysiz. Har xil sabablariga ko'ra-da. Yashirincha munosabat. Doim o'ylaysiz, to'g'ri qilyapmanmi, to'g'ri qilmayapmanmi deb. Chunki bu inson ko'proq tanlov oldida turibdi. Tanlovi qanaqa? Har xil yoki vaziyat, yoki ikkita ayol, yoki vaziyat shunaqada. U boshqaradi sizni, u sizni manipulirovать qiladi. Uni aytganini qilishga tayyor turasiz doimida. Hissiyotlaringizda siz qachonki g'alaba erishishingizni kutib yotibsiz. Anchadan biri bir holatda turib qolgansiz. Anchadan biri из пустого в порожнее. O'zbek tilida aytganda bir xil holatda yashayapsiz kutibda. Qachonki meni ham hayotimda
g'alaba bo'larkan deb kutib o'tiribsiz. Shu tomonlama ko'p o'qiyapsiz. Shu tomonlama hissiyotlarga to'lyapsiz. Qanaqadir yosh atrofingizda bir yoshroq bola o'ziga siz qanchalik unga yoqishingizni aytyapti. Siz o'zingiz tushunasiz yoshlarga ham yoqishingizni, yosh bolalarga ham. Mana shu o'tmishga qarasak, sizni oilangiz buzilgani uchun o'zingizni ko'p ayblaysiz. Bu narsa siz yuragingizni ozgina qiynaydi. Lekin kelajakda sizga aytilyapti-da, davay agar baxtli hayotga kelsak, mana shu uchburchaklarni, sevgi uchburchaklaridan chiq deyapti. Kerak emas bu senga. Ikkita erkak, bitta ayol yoki ikkita ayol, bir erkak, unaqalarda yurma deyapti-da. Bu doim o'zingni tanlasang, bayram hayotga kelasan deb turibdi karta. Tak. Shunaqa. Hozir ko'ramiz yana. Tak. Savjet bering kartalar. Meni ko'rib o'tirgan inson o'tmishda qanaqa bo'lgan, hozir qanaqa, nima qilish kerak? O'tmishda shunaqa zo'r o'rtog'ingizni sevgansiz. O'rtoqdek sevishgansizlar. Bir-biringlarni hamma narsada tushirgansizlar. Nasıl qilgansiz? Chunki bunaqa sevgi, o'rtoqdek sevish juda zo'r. Lekin vaqt o'tib hissiyotlar yo'qolib ketishi mumkin-da. O'rtoq bo'lgandan keyin, sekin hamma narsani yo'l qo'ygandan keyin bunaqa munosabatda yo'qolib ketadi. Hissiyotlar, ehtiros yo'qolib ketadi. Shunisi bilan opasni holat. Keyin qiyinchiliklarga uchragansiz. Bu qiyinchiliklar baribir sizga yaxshilik olib kelgan. O'zini mevasini bergan. Shu orqali o'sib olgansiz qiyinchiliklar orqali. Hozir siz zo'r ayolsiz. Tak. Zo'r ayolsiz. Juda katta tajribaga ega bo'lgan. Hayotda hamma qiyinchiliklarni, hamma bo'lgan yo'qotuvlarni yutuqlarga aylantirishga o'rgangan ayolsiz. Chunki bu yerda любой испытанияni siz plyusga olib chiqa bilasizda. Faqat bu travmalar sizni pastga doim olib ketib, bitta narsa qaytarilaverganda, bunday eslab qarangda, bitta muammo bo'ladi-da, siz ozgina vaqt o'tgandan keyin o'sha muammo. Yana ozgina vaqt o'tgandan keyin boshqa insonlar o'ynaydi bu rolni, lekin yana o'sha muammoga kirgandaysizda. Chunki u narsa sizni o'rgatmoqchi. Nimadir tushunib yetishingiz kerak. Hozir kelajakda qanday qadam qo'ysin bu inson? Bu qiyinchiliklaringiz yangi yo'lni boshi ekan. Boshqachasiga boshqachasiga qarang. Mana shu hayotingizda bo'layotgan qiyinchiliklarga, so'ra, urush janjallarga boshqachasiga qarab ko'ring. Bu chunki munosabatda orasida bo'layotgan неприятности, janjallar, kelishmovchiliklar bu sizni o'sishingiz uchun yangi yo'l. Yosh bolalikka qaytib, travmalaringiz ustida ishlab, yangi yo'lga chiqishingiz haqida gapiryapti. Kim og'rig'iga kira bilgan inson, u o'sadi. Yoshlikda 7 yoshgacha hayotimizda hamma travmalar bo'ladi. Keyin biz uni ssenariysini
yashab o'tamiz. Mana shu sikl yopilib bizni dars o'tib ketmaguncha qayta kelaveradi. Shuning uchun sizga aytyapti kartalar, hamma qiyinchiliklar san tushunib yetmaguningcha qaytarilaveradi. Urush janjallarning sababi bitta, seni yoshligingdagi travma. Ana shu yerga tushsang, yangitdan hayot boshlaysan. Travmalar ustida ishlash keragi haqida gapiryapti. Natija qanaqa bo'ladi? Travmalar ustida ishlasa natija qanaqa bo'ladi? Baxtli hayotga kelasiz. Kuchga ega bo'lasiz. Udacha. Qarang. Agar shu travmalar ustida ishlasangiz, siz baxtli hayotga kelasiz. Kuchga, qahramonlikka ega bo'lasiz. Siz hech kim potom yiqita olmaydi. Udacha. Omad doim siz tomonda bo'ladi va siz mana uxlab qolgan insonlar orasidan uyg'onib chiqasiz. Uxlagan insonlar siz uyg'onasiz. Tak, juda ham chiroyli rasklad bo'ldi. Rahmat e'tiboringiz uchun. Kuningiz zo'r o'tsin.